Assalamu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi rolikimiz Urganch shahrimizda joyi yer o'rnini sotib ochiqdaymiz yurtdoshlar. Lokatsiyasi Bonanzafrovka'ning yanında. Eldine 14 metr, uzunasına 24 metr bo'lgan joy yer o'rnini sotib ochiqdaymiz yurtdoshlar. Pajanli xotona ega. Xalasanızda 2 qavat, xalasanızda 1 qavat, xalasanızda planovkasini tashkentsi stilda kursanızlar ham bo'ladi. Umumiy yer maydoni 336 kvadrat metr bo'lgan. Joy yer o'rnini sotib ochiqdi. Lokatsiyasi Bonanzafrovka tarafdan ham kelsangiz bo'ladi, Uzgazyo'l zapravka tarafdan ham kirib kelsangiz bo'ladi. Shu ko'chadan kirib kelsangiz sal boshlaraqında 28-marshrut kelib to'xtaydi. Marshrut liniyalaridan muammosi yo'q, lokatsiyasi ham zo'r, gaz, suv, svetidan общий problemasi yo'q. Aziz yurtdoshlar, hozir paxsa bilan o'rib tayyor qilib qo'ydilar. Kelib turib, to'g'ri joy quruq ishlarini boshlab bersangiz bo'ladi. Yurtdoshlarimizni pajanli xotona ega zaborlarni o'rib qo'ydilar. Ichki taraflarini ham ko'rsatib ketamiz. Yine tayyor bo'lib turibdi. Kalan planovkada gelip kurup işlerini başlayabilseniz de buladı. Bu joy yer o'rnini aziz yurtdoshlar doğru mülkiyeden çıktırdı. Mülkiyesinin nominini koyamız. Halan size urup geplashib, narxini ham geplashaverasizlar. Pulundan muammosi yo'q, gelishib qaytib beradi on narxda. Gazlar ham eldinden uyimizin eldinden o'tib turibdi. Lokatsiyasi aziz yurtdoshlar Bonanzafrovka tarafdan girib kelsangiz bo'ladi, Uzgazyo'l zapravka tarafdan ham girib kelsangiz bo'ladi. Zo'r yerda joylashgan. Şimdi joy yer o'rnini qidirib yurgan insonlarga taklif qilib qo'yamiz. Eldinden 14 metr, uzunasına 24 metr. Umumiy yer maydoni 336 kvadrat metr. Dokumentinden muammosi yo'q. Bog'chasi, maktab ham yaqin bo'ladi aziz yurtdoshlar. Zo'r yerda joylashgan. Shu doğru ko'chadan keladi. Pajanli xotona ega joy yer o'rnini sotib chiqdi. Narxi aziz yurtdoshlar 595 million so'm. Qiziq qolsa ekranda nomerlarini qoldiramiz, mülkiyasini doğru gelip pramo o'zi bilan gaplashib sotib olaverasizlar. Niyat qilganlar niyatini yetsin deymiz. Men sog'lik, omonlik tilayman, xayrlashib qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling.